saharlarda bodom gulida, binafsha labida yerlarda bahor, qushlarning parvozi, yellarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Qancha sevar eding bag'rin bahorni, o'rik gullarining eding maftuni, har uyg'ongan kurtak hayot bergan kabi, ko'zlaringga surtib o'parding uni. O'zbek xalqining sevimli shoirasi, taniqli jamoat arbobi Zulfiya Isroilova 1915-yil 1-mart kuni Toshkentda hunarmand oilasida tug'ilgan. Shoira xotin-qizlar bilim yurtida o'qigan vaqtlardayoq adabiy to'garaklarda she'rlar mashq qila boshladi. 1935-38 yillarda O'zbekiston Fanlar akademiyasining Til va adabiyot instituti aspiranturasida tahsil oldi. So'ngra 1938-48 yillarda Bolalar nashriyotida muharrir, O'zbekiston davlat nashriyotida bo'lim boshlig'i, 1950-53 yillarda esa O'zbekiston xotin-qizlari Saodat jurnalida bo'lim boshlig'i, 1953-80 yillarda esa bosh muharrir bo'lib ishladi. Zulfiya 17 yoshida yozgan Hayot varaqlari birinchi she'riy to'plami bilan Oydin, Muzayyana Alaviya, Xosiyat Tillaxonovalar safiga kirib keldi. Urush davrida shoiraning uni Farhod der edilar. Hijron kunlarida kabi to'plamlarning nashr etilishi Zulfiyaning peshqadam shoirlar qatoriga dadil kirib kelayotganligidan nishona edi. Zulfiya Uylar, Shalola kabi she'riy majmualari uchun Hamza nomidagi Respublika davlat mukofoti sovrindori bo'lgan. Hind mavzuidagi she'rlari uchun Javoharlar Nero nomidagi xalqaro sovrin, tinchlik va do'stlikni tarannum etuvchi asarlari hamda taraqqiyparvar Osiyo va Afrika yozuvchilari harakatidagi faol ishtiroki uchun xalqaro Nilufar mukofotiga sazovor bo'lgan. Shoira Hindiston, Yugoslaviya, Shri-Lanka, Misr, Birma, Avstriya kabi mamlakatlarda bo'ldi. U 1956-yilda Osiyo va Afrika yozuvchilarining Dehlida o'tkazilgan birinchi konferensiyasida qatnashib, mashhur mushoira asarini yaratdi. Uning she'rlari rus, ingliz, nemis, hind, bolgar, xitoy, arab va boshqa tillarga tarjima qilingan. Shoira Nekrasov, Lermontov, Imber, Lesa Ukrainka, Edi Ognesvit, Dilbozi, Amrita Pritam asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan mahoratli tarjimon hamdir. Atoqli shoira 81 yoshida 1966-yil 1-avgustda vafot etgan.